Qashqadaryoda hali ishga solinmagan kamida 15 milliard dollarlik salohiyat bor. Qarshidagi televizor ishlab chiqarish jarayoni bilan tanishib, juda xursand bo'ldim. Quvonarlisi, mahalliylashtirish 50% dan oshgan. Hatto televizor platalari ham ishlab chiqarilyapti. Katta-katta brendlar olib kelgan Qashqadaryoga. Tibbiyotda islohot qilyapmiz. Mana Qashqadaryo farzandi shuncha investor olib kelyapti. O'zini ko'rdim. Professor aytayapti, janob prezident, bu o'zi sun'iy intellektlik deydi. Yurakni ko'rib 1 yil, 2 yil, 10 yil qancha darmoni bor yurakda aytib beradi. Ta'lim bilan tibbiyotdan rozi bo'lish kerak odamlar. Bozor nima degani? Ko'zgu bozor. Mana Qashqadaryoda qilsa bo'lar ekan. Bizning maqsadimiz o'zi xalqqa xizmat qilish-ku. Xalqimizga o'zgarish bugun kerak. Bugun hayotini yaxshi qilishimiz kerak. Hozir tadbirkorlar juda oldinlab ketgan. Qisqa davrda Mirakining o'zida 180 million dollarlik 200 dan ortiq loyiha ishga tushirildi. Yiliga 1 million sayyohni bemalol qabul qilsa bo'ladi. Biz endi Qashqadaryoni iqtisodiyotida yangi yo'nalishlar bo'yicha qadamlar qo'yishimiz kerak. Qadam degani turizm. Bu so'lim joylar xalqimizga xizmat qilish kerak-ku, manfaat olib kelish kerak-ku, oilaga olib kelish kerak-ku. Yoshlarimizga ishchi joy bo'lish kerak. Shahrisabz Yakkabog' Ko'kdalada ishga tushgan yangi loyihalar islohotlar shtabiga tayyor andoza.